Hozirgi kunda nima uchun yangi tug'ilgan chaqaloqlarda qulog'i yiringlab oqib qolyapti? Bunga ko'proq opti yo'q ayollarda bo'lyapti bu narsa. Chunki ovqatlantirayotganda, ya'ni emizayotganda noto'g'ri ovqatlantirib qo'yishyapti. Ovqatlantirish ham o'zini yo'li bor. Ya'ni bolani yotkizib qanaqa holatda qornini to'yg'izish kerakligi, ya'ni pozitsiyasi bor. Chalg'ib qolishyaptimi? Ko'pchilik ayollar afsuski o'sha hozir telefonlarga chalg'ib bolani qornini to'yg'izishyapti, bolani nafas aktini ham tekshirishayotgani yo'q, yotgan pozasini ham, ya'ni pozitsiyasini ham hisobga olishmayapti-da. Sut mahsulotlari quloqqa o'tib ketib, quloqda shunaqa holatlar, ya'ni quloqdan yiringlar oqmalar oqishiga sababchi bo'lib qolyapti. Ikkinchisi shamollash. Ko'proq bolalar shamollaganda burni bitadi, burundan shamollash quloqqa o'tib ketadi. Shamollashni o'z vaqtida davolamasa, o'sha quloqda eksudativniy holat, uni ham o'z vaqtida bartaraf qilmasa, gnoyniy holatga o'tib, nog'ora pardani teshib chiqishigacha olib kelishi mumkin. Shunaqa holatlarga duch kelmaslik uchun bolalarga e'tiborli bo'lish kerak. O'z vaqtida kerakli muolajalarni to'g'ri qilsa, inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Bu videoni yosh onalarga jo'natib qo'yinglar.